Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Zota Kuba 25 kilovatlik yo'limizni ham o'rnatib oldik. Mana yoqish jarayonlari boshlandi. Hidrostrelka yasaganmiz, rashbachok, ikkita sirkulyatsionni motor qo'yganmiz. Kat yo'ldan chiqishga bitta qo'yganmiz. Hidrostrelkaga beradi. Освещениyaga shitimiz, tentga shvaz olib kelganmiz. Stabilizatorimiz, yonishlari mana 41 ga chiqyapti. Hozir 65 ga 55 qilib qo'yganmiz. Dimoxotimiz qo'yilgan. Zota Kuba kat yo'limizni afzalli taraflari, materiallari ham biometallari, yonishlari. Umuman tashqariga zaharli tutun chiqarmaydi. Hozir yonib turgan holati, tutun yo'q. Yonib turgan holatini ham ko'rsataman. Tutun yo'q. Dimoxotimizda kamchilik bor. Uni oxiriga yetkazamiz. Katalxona qilib o'rashadi, keyin oxiriga yetkazib beramiz. Bu kuldoni. Ventilatorlari. Bitta 9 kilovatli tent ham qo'ydik, ehtiyot shartga. Daryoga ishlatmadi. Orqa tarafi zaslenda qo'yilgan. Mana chiroyli bo'lib qurilgan. Endi ko'mir ochilishlari ham bevayli deshigiga o'xshab ochiladi. Mana ko'mirimiz, semichka ko'mir, bel olma. Bu bunkerga 360 kilo, 370 kilo ko'mir sig'adi. Kitobda yozishi bo'yicha 7 kunga yetadi. Shunaqaga belgilangan 7 kunga. Bu tuzilishi tomondan